2026-yilda har bitta obunachilarimizga eng kamida mana shunaqangi uylarda qurib turib yashashlar nasib qilsa, ayniqsa musofirda yurgan ekanlarimiz uchun esa bittadan like bostirib bo'lsa, mana shunaqangi uylar qurib turib, shunday xonadonlarda yashashlar har bitta obunachimizga, har bitta musofirda yurgan akalarimiz uchun albatta nasib bo'lsin deb bilaman. Shuning uchun bittadan like bosib qo'ysa, ushbu fayzli xonadonni ko'rasiz do'stlar, juda chiroyli holatda qurishgan do'stlar, eng asosiy qismlardan bittasi juda chiroyli holatda Jumanazar akamiz ishlab bergan. Bu nima ekanlar uchun do'stlar, asosiy qismi, ya'ni darvozaxonadan kiraverishlarida do'stlar juda ko'pchilik e'tibor tortadigan bu patolog qism bo'ladi do'stlar. Patolog qismida hozirgi kunda arkafon fasonda tunkafon qildirish nechga tushadigan obunachilar uchun ushbu xonadonga juda chiroyli holatda qilib berilayotgan ish jarayoni yetgan do'stlar. Hozir bo'ladi kvadrat metrda nech bilan bo'ladi. Undan tashqarida mana shu telefondan tashqari yana nima xizmatlar ko'rsatiladi? To'liqroq ma'lumotlar Jumanazar akamiz bilan birga deb beramiz. Shuning uchun bittadan like bostirib, bizning kanalda mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum. Jumanazar aka, siz yaxshimi? Rahmat. Juda chiroyli holatda chiqib qo'yibdi aka. Ko'pchilik musofirdalar обязательно uy quraman, uyimni remont qilaman deb niyat qiladi aka. Xo'p, hozir arkafon fasonda tunkafon qilib bergansizlar aka. Shunda aka. Xo'p, necha kun bo'ldi aka shu xonadonimizda shu holatga kelgungacha aka? Aka bugun realность 12 kun bo'ldi aka. 12 kun bo'ldi xudo xolasa do'stlar. 12 kun bo'ldi xudo xolasa. Ya'ni bu uyda do'stlar o'zlaringiz ko'rishlari mumkin, shapka qismlar juda ham gul qismlar ko'plik hisobiga, shuning uchun biroz ham anaqa cho'zilyapti. Aka buni tashqaridagi o'zi, masalan, arkalarda, shestigranitlarni ko'rib turibsiz aka, shular hisobiga keyin bu chaklar idealniy chiqishini hisobiga masalan shoshmasdan akkuratniy qilib bitirilyapti aka, ko'rib baho berib qo'yadi bir. Mana do'stlar ko'ringlar, har bitta chokini har bitta guliga qilib juda chiroyli holatda bitib berishyapti do'stlar. Umuman mana qilib ketmagan, har bitta joylarni juda chiroyli holatda chiqarib berishyapti do'stlar. Hozir ko'cha tomon qoldi aka asosiy qismi. Ko'cha tashqarida ham aka. Tashqari qismlar. Tashqari qismda ham ko'rgan bo'lsangiz, bir tekis joyi yo'q. Ya'ni shunday bo'lib chiqadi. O'shalar hisobiga ham jinday vaqt cho'zilib qoldi. Mana do'stlar, shanba ekanlar uchun bitta ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Ko'ringlar, ya'ni tom qismini ham o'zi ham juda chiroyli holatda, ya'ni gullar juda ham ko'p ekan do'stlar, ko'rasizlar, ya'ni uchli bo'lib poni chiqqan. Ya'ni tekis bir xilda fason bo'ladigan bo'lsa, tezroqda bitadi, lekin bu yerda hozir do'stlar har xil gullar bilan juda chiroyli holatda chiqdi. O'zi xudo xolasa aka, taxminan yana bir 2 kun yo 3 kunda xudo xolasa bitkazib ketar ekanlar, nasib bo'lsa. Aka 2 kun, xudo xolasa 3-kuni bitirib, xudo xolasa topshiramiz aka, uchastkani. Xudo xolasa, juda ham. Xo'p, sizga aka mana shunaqangi uyda qanday holatda topshirish kerak? Mana shunaqa yangi uchastka bo'lish kerakmi yo yashayotgan xonadon ham bo'laveradimi aka? Qildirishmoqchi bo'lsa. Aka, masalan, qildirishmoqchi bo'lsa, bizga uchastkani odam yashashi, yashamashi biz uchun uni qizig'i yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. Sabab, masalan, yashaydigan bo'lsa ham, biz o'zimiz bir ishimizni qilib ketaveramiz aka. Qilib ketaveramiz. Yangi uchastka yo eski uchastka bo'lsa ham nimasi yo'q aka. Endi eski uchastka bo'lib plastiki yo paneli bo'lsa, u buziladigan bo'lsa, endi u boshqa masala, uni ham buzib hisobini qilib berib ketaveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, aka, tunuka fondan tashqari yana qanaqa xizmatlar ko'rsatasizlar aka? Aka, tunuka fondan tashqari boshqa xizmatlarni, tunuka fondan tashqari alkafon qilib berdik deganlar bo'lsa, alkafon ham qilib beraveradi. Alkafon ham qilib beraveradi. Xolasa tunuka fon, xolasa alkafonni ham qilib beraveradi. Xuddi shunday aka. Juda ham zo'r holatda chiqib qo'ydi do'stlar. Fasonni qaranglar, oq fasonda juda chiroyli holatda qilib berilibdi. Xo'p, bu aka qalinlik necha kvadrat? Aka, gapingiz bo'ldi, lekin bu tunukamiz ham alkafondan kam joyi yo'q, lekin kam joyi yo'q. Behisolat ko'rib, masalan, tekshirib bir xillarni qarab qilishaveradi. Ya'ni xohlaganlar uchun, unda xohlaganlar uchun qo'yilaveradi. Shunday aka. O'zining xohishlariga qarab turib qilib berilaveradi aka, u narsani. Xo'p, eng asosiy do'stlar, vodiy bo'la aytilayotgan narsalar xizmatlar ham yo'q o'zingizdan aka. Hamma narsa o'zimizdan aka. Lesasdan tortib, shurupi, usta haqi hamma yo'q. Hamma narsa. Masalan aka, lekin yotoq joyimni masalan masofa uzoq bo'ladigan bo'lsa, yotoq joyimni oziq-ovqat beradi, lekin yotoq oziq-ovqat bilan yotoq joyini qilib bersa bo'ldi. Qolgandan muammo yo'q. Qolgan narsadan muammo yo'q. Xo'p, aka, mana endi fasonni tanladi deylik bitta odam. Menga mana shunaqa fasonda yo'qdi. Qilib bering deydigan bo'lsa, xo'p, sexda yasab turib batto ustorovga qiladimi yo polni mana shu xonadonga kelib turib keyin yasaladimi aka? Yo'q, aka, biz klient chaqiradigan bo'lsa, borib o'lchab kelamiz. Sexda zakatobga qilib tayyorlab, bega olib kelib yig'amiz aka. Xuddi shunday. Juda ham chiroyli holatda chiqib qo'ydi. Do'stlar, qaranglar. Fasonlar bitta ko'rib, o'zingizga bittadan like bosib bersizlar, xudo xolasa. Qalinligi necha aka bu bizni? Aka, tunukamiz qalinligi 0,4 qalinlikda Toshkent aka. 0,4 qalinlikda bu ham. 0,4 qalinlikda Toshkent tunukasi aka. Zo'r do'stlar, qaranglar. Xo'p,
hozir aka ko'pchilik o'ylaydi, mani joyim misol uchun 200 va 150 kvadrat deb o'ylaydi. U joyni kvadrati emas, keyin listni rasxotiga qarab hisob kitob qilinadi. Aka, shu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Borsa ko'p klientlar aytayaptiki, men joyim 100 kvadrat yoki 200 kvadrat nima uchun ko'p chiqyapti? Endi aka, ketadigan list rasxoti hisoblanadi bu yerda aka. Sabab bu kirgan chiqqanlari o'shalarning hisobiga aka. Bu detallarimizni, razmerlari sabab olinyapti. Mana 2 sm palasasi, razmerlarimiz, yashiklarimizni, o detallarni kirgan chiqqan joylari bor aka. Shular hisobiga kvadrat list rasxoti hisoblanadi aka. List rasxoti hisoblanadi. Misol uchun deylik, mana bu tomonda ko'ringlar do'stlar. Bu yerda boshqacharoq yana ham bu tomonga chiqarib, juda chiroyli holatda qilib berishgan. Shuni hisobiga list rasxotiga qarab turib hisob kitob qilinadi do'stlar. Shuning uchun joyni kvadrati emas do'stlar, shuning uchun ustakalarni chaqirishinglar bo'lsa, borib joylarni ko'rib, fasoniga qarab, taxminiy mana shuncha kvadrat metr, mana shuncha narx bo'ladi deb aytiladi aka, xudo xolasa. Shunday aka. Xo'p, endi aka, hozir qaranglar mana do'stlar, o'zingizlar ko'ringlar, tunikamiz, mana shunday holatda bo'ladi tunikalar, har bittasi keladi, juda chiroyli holatda qatirib ketishadi do'stlar, ko'rishlar mumkin. Xo'p, oldindan necha pul olinadi aka? Ikkala o'lchamni. Aka, bizga oldindan pul berish shart emas, lekin bor o'lchaganimizdan keyin bir ishni boshlash uchun biz o'zbeklar nimasi va zakalat hisobida baribir ma'lum miqdorda bir jinday pul beriladi aka. Shuni hisobidan beradi. Qolganini materiallar borgandan keyin, ish boshlangandan keyin beradi aka. Qolganini ish boshlangandan keyin beraveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, narxi necha puldan qilib berasizlar aka? Aka, mana shu ko'p turgan binolarimizda list rasxotiga 1 kvadratni 120 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. 120 ming so'mdan 0.4 qalinlikda. 0.4 qalinlikda profilga qilib beryapmiz aka. Profilga, taxtaga emas. Taxtaga emas, profilga. O, do'stlar, qaranglar, 120 ming so'mdan nima uchun bunchalik arzon chiqyapti aka? Yo, biz uchun shu narsa Xudoga shukr qoplantiryapti. Keyin tarnovlarimiz alohida aka, aytib o'tdik, 1 metri 75 ming so'mdan aka. Tarnov turba metri 75 ming so'mdan. 75 ming so'mdan do'stlar, ya'ni biror tarnovlarni ham qilib juda chiroyli holatda chiqib ketishadi do'stlar. Xolasiz bunaqasi, xolasiz bunaqasi tushiradigan bo'lsa 75 ming so'mdan 1 metr hisoblanadi. Xuddi shunday. Juda ham zo'r do'stlar. Qaranglar do'stlar, profilga qatirib ham beryapsiz 120 ming so'mga. Vodiy bo'ylab shunaqa beraverasizmi? Vodiy bo'ylab qilib beraveramiz aka. Masalan, Andijon, Namangan, Farg'ona, Lubo'jadan chiqsa ishaveradi bemalol. Qilib berilaveradi vodiy. Profilingiz mashinaga qatiriladimi aka? Aka, yo'q, profillarimiz 3 yo'q, bu ham ishlaydi. 3 ga 3 ishlaydigan joyi ham bor. Aka, bu profillarimiz buni ishlaydigan joyi ham bor. Asosiy joyiga qarab. Joyiga qarab ishlatadigan profillarimiz, mana bu profillar ham ishlaydi. 3 ga 6 profillar ham ishlaydi aka. Endi uni ham o'zini maxsus joylari bor aka. Buni ham ishlaydigan joylari bor aka. Juda ham zo'r. Umuman sizlar taxta ishlatmaysizlar. Yo'q, kelishiga qarabmi? Yo'q, taxta ishlaydigan joylar ham chiqib qolishi mumkin. Endi masalan iloji yo'q ishlatadigan joylarda ishlatiladi aka u narsani ham. Lekin aksariyat mashinada ishlaysizlar. Biz profilga ishlatamiz, xudo xolasa. Juda ham zo'r do'stlar. Shuning uchun bittadan like bostirib, xudo xolasa do'stlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, Jumanazar akamiz bilan ekranda qoldirganmiz. Aloqaga chiqib soqqani bo'lsa, ya'ni admasdan oldim degan bo'lsa, chiroq narxlarda kelishilgan holatda qilib bersa, xo'p, eng arzoni shumi aka yo bundan qimmatrog'i ham bo'ladimi aka yo kelishiladigan joyi bormi? Aka, masalan, bitta fasonlarimiz bor. U fasonlar lazerli stanokda tayyorlanadi. Ularda narxi o'shanga qarab kelishilaveradi aka. Fasoniga qarab narxi o'zgaraveradi. Minus o'laveradi. Ayrim bitta o'zi klientlarimiz ham o'zi bilishadi bu fasonlarda aka. O'shalarga qarab kelishilaveradi. O'shalarga qarab kelishilaveradi. Xudo xolasa do'stlar, Jumanazar aka, rahmat. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Sog' bo'linglar aka, rahmat.